Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Yana bir navbatdagi mebelimizni ustunuka jarayonini tugatdik. Bu mebelni Asaka tumani Qoratepa qishlog'iga ustunuka qildik. Joyimiz 360 holatda turgan, balandligi 220 holatda, ruchkasiz holatda bo'ldi. Akryl materiali bir pogona metri 2 million 100 ming so'm kafellari bilan o'sha holatda 6 million 700 ming so'mga mebelimiz tayyor bo'ldi. Ruchkasiz fasonda bo'lgan. Bu gaz switchlarimiz bu ruchka fasonda tepasi korpusi dan ko'ra eshigicha o'sgan bo'ladi. O'sha pastida esa shu nabrot varianti ne holat bo'ladi. Bunaqa temir ruchkalari qo'yilgan holat bo'ladi. Vakuumli. Buni o'rtalariga temirdan ruchkasini qo'yib ketganmiz. O'sha mo'kamiz. Tepasi ardongidek sushilkasi bor. Xolodilnikni yonini ham bu holatda o'rab ketdik. Yonboshdan ham bir xilda turadi. Ko'rinishi orqasi ochilib qolmagan holatda bo'lgan. Sochiladigan turbalarimiz, tashchamiz bor. Mo'kasi mesitlar bilan. Mo'ka tagidan tashqari hammasida polkalari bo'ladi. Chekalarida doimiy ravishda temirni qo'yamiz. Rossiyskiy ultradekor firmaning glansli stolishnicasi, filmchiklari qo'yilgan. Nikellari ham qo'yib qo'yilgan. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, ekranlarda ko'ringan raqamlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Xo'sh, gaz mo'kalarni santingni ustunuka qilib beradi.